29 bab. Ayub sözünü davamlaştırıp mundaq dedi. Burunqi kunlarimga, Xudo holimdan xabar olgan kunlarimga qaytsam deyman. U chaqlarda uning chirig'i beshimda yenib turadi. Uning nuri qorong'uda menga hamroh edi. U chaqlar mening qiron chaqlarim edi. Xudo chedirimda yaqin do'stim edi. Hammaga qodir Xudo men bilan birga edi. Bolalarim atrofimda yuradi. Süt qaymoqlarim eshib-teshib turadi. Zaytun zarliqimdan zaytun yig'i eriq bo'lib oqatdi. Shahar darvozasi oldidagi maydonda o'ltirgan oqsoqollar orasidan o'rin olganimda yoshlar meni ko'rsa o'zini chatga oladi. Yashanganlarmu o'rnidan turib salom qiladi. Baglar so'zlaridan to'xtab, ig'izlarini qo'llari bilan etib oladi. Amaldorlarmu jim bo'lishib, tillari tanglaylarga chaplashib qoladi. Sözümni anlaganlar baxt tilashadi. Meni ko'rganlar maqtashatdi. Chunki yordam so'ragan yo'qsullarni qutqizdim. Egi chaqsiz yetimlarga homiy bo'ldim. Sakratdagi odam menga baxt tilatdi. Tul xotinlarning qalbini shodlikqa to'ldiratdim. Men haqqoniyatni kiyim qilib kiygan edim. Adolat menga yepincha va bosh kiyim bo'lgan edi. Men ko'rning ko'zi, to'kurning puti bo'lgan edim. Namratlarga oti bo'ldim. Natonishlarni oqladim. Razillarning tishini chiqib, og'zidan o'ljisini tortib oldim. Men kunlarim qumdek ko'pdir. Oilamda xotirjam holda bu dunyo bilan xo'shman deb o'ylagan edim. Yiltizim suv bo'yigacha so'zilgan edi. Shoxlarim tun bo'yi shabnamda yuyuladi. Shon sharifim go'yo mangu o'zgarmasdak, o'xyoyimni tortadigan kuchim yenglanmoqda. Kishilar so'zlarimni anglashni orzu qiladi. Nasihat berishimni sukutda kutadi. So'zlarimga hech kim qo'shimcha qilmaydi. So'zlarim ularning qalb etiziga namxushluq ata qiladi. Ular yomg'irga talpingandek menga talpinadi. Bahor yomg'irga tashna bo'lgandek ig'izlarini ichishib qoladi. Men ularga qarab kulimsirsam, ular ishinalmaydi. Chehrimdagi nurni qadrlaydi. Ularga yo'l ko'rsatib beradigan yetakchi edim. Xuddi podshoh lashkarlari orasida yurgandek yashagan edim. Qayg'urib, hasrat qolganlarning tasalli berguchisi edim.